Assalomu alaykum. Bizning YouTube sahifamiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz, sizlar uchun yana yangilik qilishda davom etmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, Buxorodan Lochin zavodidan bir treyler yukimiz yetib keldi. Har xil rangdagi siz so'ragan Lochin mototsikllarimiz yetib keldi. Voyenniy svetlari ham bor. Undan tashqari kvadrotsikl, undan tashqari King Kong laqabli mana shunday uzun, keng yuk ortishga mo'ljallangan 2,5 tonna, 3 tonnaga mo'ljallangan Lochin mototsikllarimiz yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Aynan Buxorodan Lochin zavodidan man treylerida yetib keldi. Hozir tushirish jarayonlarini ko'rsatib boraman. Undan oldin esa Yassam Motors YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishingiz mumkin tushirish jarayonlari. To'g'ri bo'lyapti, yo'lini. Bu partiyamizda yana ikkita kvadrotsiklimiz kelgan. Kvadrotsikllarimiz sotuvi barorda. Xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz kreditga chiqarib beraveramiz. Kabinalari ham keng bo'ladi. Undan tashqari avtomat variantda bo'ladi. Suyuqlik sovutish tizimiga ega. 1,5 tonnalik so'ragan mijozlarimiz uchun ko'rishingiz mumkin T-Sport bo'ladi. 150 kubalik motor bo'ladi akalar. Ularda ham narxlari arzon chiqadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol yuqoridagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xo'p, voyenniy rangdagilar qanaqa desalaringiz, bu noviy dizaynda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bu ko'klar ham shunday qovurg'ali bort bo'ladi, 200 kubalik motor bo'ladi akalar. Undan tashqari пониженный funksiyasi bor, suyuqlik sovutish tizimiga ega. Ko'rishingiz mumkin. Bortlari ham 220 ga 135 bo'ladi akalar. 2 tonna yukni bemalol orta oladi. Mana shu yashil, mana bu ko'k, bu yashil. Kvadrotsiklarimiz 4 ta ballonni tortadi. Bittasini tushirib oldik. Oxirgisi qoldi, xudo xolasa. Kvadrotsiklni. Kvadrotsikl tushirish ham oson emas.
Biz yerda Jo'lan aka benzinsiz ham haydab ketaveradi. Mana hurmatli YouTube sahifamiz kuzatuvchilari, mototsikllarimizni tushirib bo'ldik, oxirgisi qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Assortimentlarimiz juda ham keng. Bundan tashqari bu tomonlarda ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Yassan Motors rasmiy diler. Agar kimga mana shunday lochin mototsikllari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Sababi bizda zavod narxida. Assortimentlarimiz ham juda ham keng va Samarqand bo'ylab 5 ta tumanda o'z filiallarimizga egamiz. Undan oldin esa videoni yakunlashimdan oldin esa bizda YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. 1000 ta bo'lishimizga atiga 20 ta obunachi qoldi. Barchaga kattakon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.